Dor Suyunov lekin Azim Ahmedov tepdi va gol! Shohasar ijro etildi Ahmedovdan. Pushka deb ataladi. Darvozabon to'g'ri tushuntiryapti. Men yoshligimda ham zo'r paytlarim ham bu zarbani qaytara olmasdim. To'g'ri tushunlaring degan ma'noda. Azim zarba yo'lladi lekin. Hisob mana buni dahshatli. Jamoa sardori mixlab tashladi. Masofa qancha edi o'zi? 30 dan ham ziyodroq edi chamamda. Bum qilib turib yo'lladi bu zarbani. To'p borgani sayin ozgina ko'tarilib, yo'nalishini ham o'zgartirib darvozabonni mutlaq karaxt ahvolga tushiradi. Bu uchun Aydenov, Azim Ahmedov, gol! Vah, qanday gol! 13-daqiqa. Uzatma endi Botir Ali Ergashev. Tepish kerak Ahmedov. Va gol! 2-2 do'stlar. Mana derbi. Boyagina Neftchi ko'chasida bayram edi. Endi esa katta sahnaga chiqadigan paytda o'zini ko'rsatyapti. To'g'ridan to'g'ri yo'llagan zarbasi Botir Ali Ergashev. Chalg'itib ham Botir. Botir Ali ham o'tkazdi, himoyachi chalg'itib qo'ydi uni. Botir Aliga to'p borgunga qadar himoyachi chalg'itib qo'ydi, adashmasam. O'zini Olisdan zarba va 73-daqiqada hakamlarni qarorga qo'shsak bo'ladi menimcha bu vaziyatda. Yana bir zarba, rikoshot va gol! Hisob o'zgarmoqda. 1-2. Comeback uchun birinchi qadamni tashlayapti Navbahor. Ko'ramiz. Abbos yurishni amalga oshiryapti. Yaxshi oshirib berdi. Hozir to'pni Ahmedovga zarba berdi va 2-0. Juda chiroyli gol. Ajoyib zarba, chiroyli gol va Navbahor bugungi o'yinda g'alabaga juda ham katta qadam tashladi. Bo'ldi, endi Surxonga javob berish qiyin bo'lsa kerak. Muxlislarning xursandchiligiga e'tibor qarating. Sekin-asta tezlik qo'shib borayotgan, sekin-asta chempionlik kurashiga qo'shilishga intilayotgan Navbahor bugun yana bir karra Ahmedov zarba, to'p darvoza to'rida gol. Uchrashuvda hisob ochilmoqda. Navbahor millionlab muxlislari uchun raqib darvozasiga to'p kiritdi. Arenada esa minglab ishqibozlar. Albatta namanganlik ishqibozlar Sport telekanali orqali ham bahsni kuzatib borishmoqda. Mana bu arenaga sig'maganlar, sig'ganlari esa 20 ming atrofida, balki undan ham o'tgandir. berildi. Ahmedov gol. Navbahor uchrashuvda hisobni ochmoqda. Azimboy Ahmedov. Hakam ruxsat berdi. Ahmedov Nesterovga qarshi zarba, to'p darvoza to'rida. Gol! Hisob ochilyapti 0-1. Navbahor uchrashuvda markaziy raqobatda. Demak, ishtirok chalindi. Azimning zarbasi gol. Navbahor mavsumdagi dastlabki golini berdi. Azim Ahmedov zarba, gol, hisob 1-0.